Assalomu alaykum. Texnika Advance Servis kompaniyasi mijozlari mana bugun kompaniyamizda ajoyib yangilik olib kelgan elektrический pogrushkalarimizni bir donasini doimiy mijozimiz 10 yillik hamkorimiz desa ham bo'ladi. So'mor qurilish kompaniyasiga sotyapmiz. Zavqiddin aka, yaxshi kunlarga ishlating akajon. Mana kam bo'lsa ham. Endi kompaniyamiz haqida nimaga aynan elektrический pogrushka tanladingiz? Bir fikrlaringizni aytsangiz aka. Avvalambor assalomu alaykum. Mana biz ham 10 yillik ish davomida mana shu tash motosilarga ishlab kelyapmiz. Har yil davomida 30 tagacha yaqin texnika olyapmiz. Bu texnika masalan samosvallar, ekskavatorlarimiz bor, katoklarimiz bor va yana bir to'xtamga keldikki, mana shu elektr pogrushchigini olishga qaror qildik. Buning asosiy sababi bizda soatiga 245 tonna chiqaradigan asfalt olgan edik mana shu XMG dan, tash motosidan. Zominga yetib biz uni o'rnatganmiz. Mana shu texnikamiz ham bo'lib o'sha yerda ishlaydi. Bundan maqsad bizga nima? Birinchi maqsadimiz mana shu yoqilg'idan ekonom qilish va mana shu texnikalarni endi bu ekologik jihatdan ham masalan ancha foydali bo'ladi. Shu borada buni sinab ko'rish va kelajakda hamma texnikalarimizni elektr texnikalar bilan almashtirishimiz bor. Yaxshilik ishlating aka. Rahmat aka. Omadingiz bersin. Do'stlar, xudo xolisa zaryadniy stansiyalarini olib borib, Zominga o'sha sotgan asfalt zavodimizga borib o'rnatib beramiz. Qanaqa o'tish bo'lishidan qat'iy nazar aytasiz videoga. U kelishib olish yo'q aka, bizda hammasi shaffof. Yaxshi ishlasa hammaga tavsiya berasiz, yaxshi deb. Bizning ham maqsadimiz shu maqsadda sizga sotyapmiz. Shu odamlarga elektr o'sha kelajakligini tushuntirish maqsadida xudo xolisa aka Zominda ko'rishamiz aka. Rahmat aka. Zavqiddin aka charchamang. Akalar mana texnikamizni отгрузка qildik. Xudo xolisa Zominga yo'lga chiqishyapti. Zaryadniy stansiyalarini ustanovka qilib bo'lganimizdan keyin borib sizlarga ishlash jarayoni bilan tanishtiramiz. Shofyori o'zidan fikrlarini eshitamiz, qanaqa plyuslari, minuslarini. Agar sizlarga ham shunaqa elektrический texnikalar yoki solyarkali texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Texnika Advance Servis kompaniyasi har doim xizmatingizda.